Uy tozalovchilari mehmonlar oldida sharmanda qilishdi. Kechqurun ishdan charchab kelganimda, ertaga tushlik paytida uyimizga mehmon kelishi esimga tushib qoldi. Uyim esa bir ahvol. Tozalashga umuman kuchim va vaqtim ham yo'q. Mayli, ertaga ertalab tozalovchi chaqira qolaman deb internetdan tozalovchilarni topdim va ertalab soat 9 ga kelishib oldik. Hozir mana yo'ldaman, 15 daqiqada yetib boraman degan so'zlarga ishondim. Lekin vaqt o'tgani sari ichimda bezovtalik paydo bo'ldi. Bir soat o'tib ham telefon qilganimda esa qo'ng'iroqqa javob ham olmadim. O'sha paytda jahlim chiqdi, chunki endi vaziyat qo'limdan chiqayotganini aniq his qildim. Ishga kech qolishim yoki uyni yarim holatda qoldirib mehmon kutishim kerak edi. Eng alam qilgani shuki, kimdan norozi bo'lishni ham bilmas edim. U odam kim va qayerdan topilgan edi? Javob beradigan hech kim yo'q. Ishga ham kech qolib, mehmonlar oldida ham o'zimni juda noqulay his qildim. Agar shu vaziyatda ko'chadan emas, Profi 24 ilovasi orqali tozalovchilarni chaqirganimda bunday holatga tushmagan bo'lar edim. Siz ham bizga o'xshab mehmonlaringiz oldida uyalib qolishingizni xohlamasangiz, hoziroq Profi 24 orqali malakali va ishonchli xodimlarni chaqiring.